jamiyatimizning inshootlarida ishga tushirilgan dispetcherlik xonalari, onlayn kuzatuvga ega bo'lgan dispetcherlik xonalari ish olib bormoqda. Bu dispetcherlik xonalari bizga hozirgi kunda texnologik suv ishlab chiqarish va oqova suv qabul qilishda texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish, onlayn kuzatib borish va suvni bosimi, suvni sifatini va suvga tegishli bo'lgan barcha parametrlarni onlayn ravishda kuzatib borish imkoniyatini beradi. Nasoslar, datchiklar, har xil qurilmalarni boshqarish, kuzatish, kerakli vaqtda kerakli chora ko'rish, har xil ko'zda tutilmagan holatlar, avariya holatlari bo'lganda unga kerakli chora-tadbirlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu ishlarimiz bizda suv sarfini kamaytiradi. Avariya holatlarida suv isrof bo'lishini oldini oladi. O'z vaqtida ko'rilgan choralar energiya tejamkorligi va boshqa shunga o'xshash yuzaga kelishi mumkin jarayonlarni oldindan kuzatish, vaqtida chora ko'rish imkoniyatini beradi.